at Voltic Mashinalarning oldida 65. kamera borligini bilarmidinglar? Ertalab chiqib ketdim. Hozir keldim. Kelsam soat 3 bo'libdi mana. 3 bo'lgan ekan. Akalar hozir kelsam menga menejer rosa telefon qilgan ekan, keyin planshetdan ham yozib qo'ygan ekan. Telefonga ham planshetga ham. Ertaga yurib ketib qolmagan, prinsip zamina bo'ladi dedi. Men telefonni ko'targanim ertalab soat 9 da chiqib ketgan bo'lsam, soat 3 da kirib keldim. Keyin men u bilan surishib qoldim hozir. Men mashinada edim, telefon bezuk edi, planshet bezuk edi, ko'rmay qoldim dedim. Men telefon litovskiy o'sha ishxonani o'zidan bergan sim karta ichida. Men boshqa telefonda, o'zim telefonimda boshqa sim kartada chiqib ketdim. Endi hozir ular aytayapti, "Sen mashinada yo'q eding" deydi. Men mashinada edim, uxlayotgandim desam, hozir sporlashdi, bir yarim soat sporlashdi. Kadensiya tugaganda kelasan, men senga sportlab beraman dedi. Agar o'sha mashinada bo'lmasang dedi, o'sha oyligingni sporlashaman sen bilan dedi. Uverin sporlashdim men. To'g'ri, mashinada yo'q edi. Hozir o'ylanib qoldim. Bitta ketyaptilar, mana bu kamera deydilar. Bitta ketyaptilar, planshetni oldida kamerasi bo'ladi deydilar. Bitta ketyaptilar, mana bu oldida qayerdadir kamera bor. Tushunmay qoldim-da, shunda bu mashinada kamera bormi? Endi mayli, aka, mayli ketganimiz mayli, mashinada baribir misol har xil vaziyat bo'ladi endi. Bab kiyinadi odam, yechinadi. Shunda mashinamizda kamera bormikin qayerdadir? Odam o'ylanib qoldi boru. Akalar mana skoch qilib qo'ydim. Hammasiga. Planshetdan oldi taraflariga ham. Oketdilar, skoch qilib qo'yib ko'rib o'tiradi. Deydilar, bilmayman hozir kimga ishonish kerak, nima qilish kerak. To'sib qo'ydim o'sha kameralarni hammasini.